Fuqarolik jamiyati haftaligi doirasida bugun 3-dekabr kuni nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar yarmarkasi bo'lib o'tdi. Yarmarka 5 ta ramziy asarlar auksionidan boshlandi. Ishtirokchilar tomonidan kashtachilik, duradgorlik, zardozlik, tikuvchilik kabi xalq hunarmandchiligi yo'nalishlarida asosan qo'l mehnati bilan tayyorlangan mahsulotlar omma e'tiboriga taqdim etildi. Ushbu ijtimoiy loyiha nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Tadbirda hunarmandchilik buyumlarini hamyonbop narxlarda xarid qilish imkoniyati yaratildi. Yarmarka doirasida mahsulotlar sotilib, yig'ilgan mablag' nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga sarflanadi. Ular mehnat qilib shu mahsulotlarni ishlayapti, yaratyapti. Lekin uni sotuviga, realizatsiyasiga biz ko'maklashish maqsadida savdo yarmarkalarini tashkil qilyapmiz. Bu yerda tadbirkorlar kelib turib, yasagan mahsulotlarini xarid qilib olishyapti. Undan tashqari ular bilan shartnomalar tuzishyapti. Assalomu alaykum do'stlar. Men bu tadbirga qatnashganimdan xursandman. Auksionda qatnashdim. Men gapirmasam ham, bo'lsam ham, men narsalarimni mehnat qilib olishdi.